Ay, Ali. Bu yoqqa kelib, bu yoqqa. Hey. Yaxshimi? Qanday ahvoling, yaxshimi? Nima bo'ldi? Ben xo'shal bo'lsam, biror shu manda. Balam tug'ildi. Muborak bo'lsin. Baladan qachon aql chiqaman? Nima bo'ldi? Deyishkinimizni unutib qolmasan, ha? Va'damda yeni olmajimi? Ayni chalsan balni menga beradigan bo'lgan. Sendan o'tinib qolachi nima dash? Balalarni tushirayotmalar ma'qulmi? Sendan o'tinay. Adash. Mening tunji balammi qiz edi. Ikkinchisi qiz bo'lib qolishini xohlamayman. Shunga yana balni tushirib o'taylik. Adash, unda qilmanglar. Agar balni tushirishni qaror qilib bo'lgan bo'lsanglar, mayli, bola tug'ilguncha necha pul rasxod kelsa, hammani men o'z ustimda olay adash. Bola tug'ilgandan keyin menga beringlar. O'zing bilasan, meni ayolim u tug'olmaydi. Mening doktor salomatlik ahvolingiz bek nachar ekan. Sizda baliq bo'lish imkoniyati bek tuban deydi. Sendan o'tib qolachinim do'stim. Balani tushirib o'tkicha tug'ilgandan keyin menga beringlar. Ma'qulmi? Ma'qul. Sana beri. Rahmat sana canım dostum. Bek yaxshi bo'ldi, rahmat sana. Menga va'da bek, balam mayli qiz bo'lsin yoki o'g'il bo'lsin, cho'qib menga bagi ma'qulmi? Ma'qul. Va'dani turjimi? Ma'qul, va'dam turman. Uni bo'lsa xush xabarimni kutaman adash. Xush xabarimni kut. Ma'qul. Bana da'vatiman. Bu Kechir. Balni bermayman. Bu nima gap endi? Sen balni menga berdan bo'g'atding-ku. Balam o'g'ilkan. O'g'ilkan? Gapingda turjimi? Mayli balang o'g'il bo'lsin yoki qiz bo'lsin, sen menga berdan bo'g'at. Balangning barliq rasxotini men qilgan. Sen bola tug'ilgandan keyin menga berdan bo'g'atdan. Gapini unutib qoldingmi nima? Ha? O'g'il balmi nimisan? Men sana bergan va'damga pushaymon qildim. Balni sana bermayman. Meni kechir. Men do'stligimizni qurbon qilish badiliga balamni o'zim olib qolmoqchi. Men sana balamni bermayman. Sen ayolingning tuqqini po'qitdi. Qiz bo'lib qolgan bo'lsa, bu gapdan demas o'qiydim balki. Mayli balam qiz bo'lsin yoki o'g'il bo'lsin, ayolimning bu qitim doktorxonada qanchalik qiynalganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Sana balni bermayman. Meni kechir. Sen neymişki gapingni tuğmaysan? O'lgir ablan. Sening mo'shundaqligingda shuni sen balliq bo'lolmaysan. Vijdoni yo'q ablan. Sening ayolingmi shuni tug'maydi. Qandoq bir odam boshqalarning bolasini setib olaman deydi. Dal sen setib olaman deyapsan. Bu vijdoni yo'q ablan. Sen bu işlerden hemmidir habersiz. Sen işini bilmeysin. Sen benimle görüşmegeli qanchalik bo'ldi? 7 oy bo'ldi. 7 oy bo'ldi. Mening balam hozir 5 oylik bo'ldi. 5 oylik bilamsan? Nima? Sen ayolim tug'maydi degan eding-ku. Bu qilganimiz to'g'ri bo'ldimi, Ali? O'zimning qilganini to'g'ri yoki xato demayman xotin. Lekin biz bir jonni qutqizib qoldik. Do'stim, bak nodonlik qiladi. Bala mayli qiz bo'lsin yoki o'g'il bo'lsin, sog'-salomat dunyoga ko'z ochsa shu yetar. Agar u tug'ilganini qiz bo'lib qolsa qabul qilib olmayman demakchi. Agar rastli qiz tug'ib u boqmayman desa, o'zimiz beqiyveramiz. Xotin. Agar o'g'il bo'lib qolsa-chi? O'g'il bo'lib qolsa, uning xo'jaligida besh ko'k yetadi. Yaxshimsiz, aşkım Sodgoroye Oshkinjaning Oshkin kun kechda bevosita ko'rsatish ichib, night katta bo'lgan bir maydon paret qilmoqchi. Cho'qim vaqtingizni chiqarib bir qatnashib beqam. Hattoki haqsiz malanba. Ma'qulamsan, ma'qul. Ayni vaqtda men o'shundoqda seni to'sib qolmagan bo'lsa, o'z bolangga o'zing qotil bo'lgan bo'ladi. Mening kallamdan faqatla o'tmaydi. Nima uchun?
Nima uchun? Balang qiz bo'lib qolsa, uni qabul qilib kelmaydi. Lekin o'g'il bo'lib qolsa, birinchi bo'lib borsa, bu nima uchun? Acaba u qiz odam emasmi? U bir jon emasmi? Sen ayni chaqda mening tunji balam qiz, ikkinchisini qiz tug'ilib qolishi mumkin. Shu men uni tushirdim degan edi. Shunlashqa men musha amal orqali sening balangning hayotini qutqizib qoldi. Lekin sen-chi oxirgi yil mening ko'nglimni tushunmading. Bu o'ynagan o'yinning hammasi faqat bir sana haqiqatni bildirib qo'yish do'stim. Agar sen shu balani tushirayotgan bo'lsan, doktor uning qiz emas balki o'g'il ekanligini balani tushirib bo'lgandan deb bergan bo'lsa, sening yurgan qanchalik og'rab o'g'aydi. Sana shuni deb qo'ying. Odamning hayotida eng muhim bo'lgani farzand. Hamma odam farzand uchun yashab, farzand uchun o'ladi. Lekin men hozirgi bir qism odamlarga bagla ayra. Bola qiz bo'lsa, uni og'iz kelmaydi. Agar o'g'il bo'lib qolsa, beshini ko'taradi. Ammo qizmi o'xshashda bir farzand. Shu esingda bo'lsin. Ali. Meni kechir adash. Sen mening do'stim bo'lg'inov. Mening hayotimga berilgan eng chong sovg'a adash. Men xatolashibdiman. Men sen o'zimni besib ol. Sen ayolingga qiyshiq chiq. Sana rahmat aytaman. Men sen turib qishimga kelaman. Ket. Ma'qul.